Assalomu alaykum hammaga. Ko'p obunachilarimiz kutayotgandi. Terimizga ham keldik. Mana ishlarimiz boshlab oldik. Cobalt mashinasiga cruise control tizimi o'rnatib berdik. Akamiz Zenodan kuzatib borayotganlar. Zenodan kelib qildirib ketyaptilar mana. Cruise control tizimi ishlab turibdi. Chap tomon cruise control ishlaydi, o'ng tomon multimedia ishlaydi. Monitor qo'ydirganlar uchun juda ham qulay. Baland qilamiz, past qilamiz, hammasi ko'ngildagidek ishlaydi. Bezov qilamiz, yonadi. Bezovlar ham ishlayapti. Juda ham qulay. Zazorlar bitta ahamiyat qo'yamiz. Hammasi zavodskoyda birga bir tushgan. Mana taylarda ham zazor yo'q. Juda ham qulay ishlashlari, knopkalar bosilishlari yaxshi. O'tkazish, qaytargich hammasi ishlaydi. Aksiyaga tushirib qo'yganmiz 590 ming so'mga hamma narsani ichida o'rnatib beryapmiz. 5 kun bo'lamiz yerimizda. Shoshilib qolamiz. Shunday xizmatlar kirib o'tgan bo'lsa, bemalol telefon qilsangiz qilib beramiz. Adres eski ish joyida. Bemalol kelaversangiz bo'ladi. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Yangiliklar hali oldinda. Spiska qilganlar, shu yozdirganlar juda ko'plar ishni qilib beryapmiz. Mana bu akamiz ham yozdirgan, o'sha uchun ishlarini inshaalloh qilib berdik. Mana endi ketsa bo'ladi. E'tibor uchun hammaga rahmat.